Umid aka. Men senga 16 ming so'mdan 17 mingga eng yaqin ukamdan 17 ming oldim bobo. Senga o'xshagan ukamdan tushuntirdim boshda, bermadi, xaridor yo'q, shundan boshqa xaridor yo'q-da, rosti. Iloji yo'q chaqir, men senga aytyapman. Bering aka. Bering. Eng qimmatini senikini oyapti. Borni olamsiz. Bittasi hurmatingga yo'q bobo, bitta shunga oyapti xolos. Rahmat. Ungacha hisob chiqdi. Ber uka. Aytmanajon. So'zim sizga so'zam. Ber, Qizoljon, ber. Bozor aka. Sotalasanmi o'shanga Iqboljon? Lekin ko'tarmi? Yo, men unga olamanmi? O'sha aytganingga sen aqling yetarmi sotishga bozorda, ha? Hech qo'l etgan. Ha? Hech pul etgan. Yarimga ber bo'lmasam o'zimga. 18 ga ham Akmal aka ochiq qiynalyapman deyapti. 22 mingligida olganman deyapti. Tog'am, 17 ming ham bo'lmaydimi? 18 ga bo'ladimi? Bo'lsa bering, nariga oladi. Menga qara, 18 mingga ber uka. Bo'lmasa bozorni o'tmaydi. Ber, yo'q, kel jon uka bor. To'g'risi-da? Mana. 18 yaxshi bo'lsa ber, batrab turib o'shanga sotasiz. Ha, jamla bityapmanmi? Sizlar yerda qancha? Yo, bu foydalantirish bo'yicha ishingni bitirish. Ishtirman. Ishtir, Hayda. Ke, Qizoljon, ber. ke Iqbol. Asmanajon. Ber, yaxshi bo'lasan. Menga qimmat beradigan ber. Ber buni. Bundan ortiq qanaqa topasan, ber. Yo'q, odamni olasanmi? Yo'q. Jon uka, yo'q. Berash ukamga oxirgi so'rashim. Bering aka, jon aka. Tan beraman senga, lider bo'lib ketibsan deyman shu yerda bo'lsa. Ha, bo'ldi, yo, gap bundan. Yengillik bilan bering. Bu yoq hisobim. Kecha 18 mingdan bermay qaytib olib ketishim, men olib chiqishni aytdim. Hozir. Bering. Ber ukamga. Ber. Odamni olasanmi?